Madaniy hordiq chiqarishga kelish kerak bu yerga. Mazza qilib odam dam oladi. Ayni damda biz Sirdaryo viloyati musiqali drama teatrining 50-mavsum ochilishdamiz. Keling, ichkarida nimalar bo'layotganini birgalikda ko'ramiz. Tadbir bayramona muhit va ko'tarinki kayfiyatda boshlandi. Yangi ijodiy mavsum Arshin Malolon musiqali komediyasining premyerasi bilan ochildi. Spektakl ilk daqiqalardanoq tomoshabinlar e'tiborini o'ziga tortdi. Aktyor va aktrisalarning tabiiy, samimiy hamda yuqori mahorati bilan ijro etgan rollari har bir obrazni yanada jonli va ta'sirchan qilib namoyon etdi. Ularning sahnadagi energiyasi, his-tuyg'ularini mahorat bilan yetkaza olishi va tomoshabinlar bilan uyg'un muloqoti spektaklga o'zgacha ruh bag'ishladi. Jonli musiqa, milliy kuy-qo'shiqlar va nafis sahna bezaklari esa tomoshaga yanada go'zallik baxsh etdi. Har bir sahna tomoshabinlarning qarsaklari va olqishlari bilan qarshi olindi. Mavsum ochilishi har yilgidan ko'ra ozgina noodatiy tarzda boshladik. O'ylaymanki, muxlislarga yoqdi deb o'ylayman. Albatta jamoamiz hamjihatlik bilan mehnat qilgani bu katta gap. Albatta jamoa bir bo'lmasa bunaqa natija qiyin. Ashmallar spektakl o'tgan mavsum oxirida sahnaga qo'ygandik, lekin hali ko'p premyera qila olmagandik. Mana bugun premyeralardan birini tomoshabinlarga taqdim etdik. O'ylayman, bahoni tomoshabinlarimiz beradi. Albatta shu fursatdan foydalanib tomoshabinlarimizga teatrimizga sog'lik qolaman. Teatrimizda navbatdagi spektakllarimiz, Afandining 5 xotin spektakli, musiqali, komediya ham barcha muxlislarimizni teatrimizga taklif qilamiz. San'atni sevuvchilar uchun bu ajoyib kecha bo'ldi. Siz oxirgi marta qachon teatrga tashrif buyurgansiz? Javobingizni izohlarda yozib qoldiring.